Zangi ota Anbar onaga uylanishlari haqida. Rashahat Aynul Hayot va Lamahat min Nafahatil Quds asarlarida keltirilishicha, Zangi otaning pirlari bo'lmish Hakim otaning Anbar ona nomli xotinlari bo'lib, bir kuni bu ayolning xotiriga Hakim otaning qorachadan kelgan chehrasiga nisbatan bir afsus uyg'onibdi. Hakim ota karomat yuzasidan xotinining xotirasidagi bu fikrni o'qib debdi: "Yaqindurki mendan ham qoraroq odamga musharraf bo'lasan." Ko'p o'tmay Hakim ota vafot etgach, muridi Zangi ota tul qolgan xotinni o'z nikohiga olish maqsadida odam yuboribdi. Zangi otaga tegishni o'ziga or bilgan Anbar ona rad javobini beradi va o'sha kuni boshi gardaniga qiyshayib qoladi. Shunda Zangi ota mahram orqali shu so'zlarni aytadi: "Xotiringda bo'lsa, sen Hakim otaning yuzi qoramtirligini ayblaganingda, Hakim ota yaqindurki mendan ham qoraroq odamga musharraf bo'lasan" degan edilar. Mahram kelib bu so'zlarni Anbar onaga aytadi. Anbar ona Hakim otaning bashoratini esga olib yig'laydi va nikohga rozi bo'ladi. O'sha kuniyoq u ayolning boshi sihat topib tuzaladi.